Ötmüş hakkında o'ylanishning yangi usuli. Muhim nuqtalar. Öz keçmiş əslimisi tədqiqatçılarının qiziqishini qo'zg'agan bo'lib, u sizning o'zingizni texmi cho'nqurlab tushunishingizga yordam berdi. Öz keçmiş əslimisining jarayoniga aloqador umumyuzlik tadqiqotda uning ham afzalligi ham xatolashish ehtimolligi borligi ko'rsatildi. O'tmishingizni cho'nqurlab qidirsangiz, hayot hikoyangizni butunlashtiradigan muhim yupushlarga erisha olasiz. İnsanның öz keçmiş haqidagi o'ylanishi yoki öz keçmiş əslimisi sijil yuz berib turadigan jarayondir. Bundaqda siz azroq vaqt chiqarib, bunu masala haqida o'ylanib beqing. Siz yaqinqi bir soat ichida qancha qatim o'tmish haqida o'ylandingiz? Balkim vafot bo'lganiga uzun bo'lgan biror urug' tuqqingiz bilan tushgan rasm ko'zingizga chiliqqan bo'lishi mumkin. Yoki siz allanimalarni izlash jarayonida to'liq o'tirdagi konspektingiz qo'lingizga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Yiliqi ximiya o'qituvchisining ismi nima edi? O'tmish haqida o'yga cho'mish shu qadar umumyuzlik hodisa bo'lsa-mu, lekin bu vaqtdagi tadqiqotlar hayron qolarlik darajada oz. Aslima to'g'risidagi ko'pincha tadqiqotlar tajriba jarayonida ta'minlangan uchurlarni aslashga markazlashgan. Masalan, sizdan bir qator so'z, son yoki shaklni takrorlash talab qilinishi mumkin. Shu jarayonda sinoq qilguvchi javobingizning to'g'riliq darajasini va g'idiqlug'uchi omilni aslashingizga ketgan vaqtni xotirlaydi. Amaliyotda, mushuningga o'xshash tadqiqot jarayonida siz tajriba qilguvchi menga o'tmishimdagi ma'lum bir odamni eslatyapamni qandoq degandek har qanday xayriy fikrlarni qo'lingizdan chiqarib etishingiz kerak. O'tmishni aslash zodi qandoq tuyg'u? O'tmishni aslashning sizni mamnun qilish qilmasligini bir chetga qayirib qo'yib, sizni o'tmishingizga qaytaradigan ma'naviy zamon safar qilganda qanday hissiyat bo'lganligini tushunish nihoyat foydalidir. Grenoble Alpes universitetidagi Chris Moulin va xizmatdoshlarining umumyuzlik tadqiqotidan bitib chiqqan maqolasida ilgari surilishicha, o'tmish to'g'risidagi butkul qayta qurish jarayoniga yetakchilik qildig'ini tonishlik tuyg'usi ekan. Ularning nuqtasidan aytganda, tonishlik siz ilgari ko'rgan har qanday narsada aslida bor bo'lgan alohidlik bo'lmasdan, g'idi qilinishni ravon bir taraf qilish orqali hosil qilingan subyektiv hissiyotdir. Avtorlar bu yerda ravon deyishda hodisviy tonishlikni nazarda tutgan. Avtorlar qo'llangan bu atalg'ularni zag'ir tili bo'yicha aytganda, siz xuddi o'zingiz o'tmishda boshdan kechirib baqqandek his qilishdan iborat reallik orqali o'z kechmish aslimisini farqlantirasiz. Ma'lum ma'noda aytganda, barliq aslimalar, masalan, sizning tarixiy faktlar to'g'risidagi bilimingiz o'tmishdagi kechmishlarni ko'rsatadi. Ammo o'z kechmish aslimasida tonishlik tuyg'usi ilgirki hayotingizdan manbalindi. O'z kechmish aslimasiga aloqador masalalar. Ravonlik hukmi uning o'tmishda azaldan yuz berib boqmagan yoki siz o'ylagandek tarzda yuz bermagan ish haqida yuz berishi mumkinligini o'tirg'i chiqardi. Masalan, boshdan kechirganlik tuyg'usida kishilar xato holda o'xshash ishni ilgari boshdan kechirgandek o'ylab qoldi. Siz yana ma'lum bir o'z kechmish aslimasining xato ekanligiga qaramasdan, uni yillar bo'yi kallingizda saqlab yurgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, siz to'liq o'tirdagi ma'lum bir qitimliq kechilikda hech kimning sizga gap qilmaganligidan iborat reallikni kallingizga qochilib olgan bo'lishingiz va bu sizni har doim tushkunlashtirib kelgan bo'lishi mumkin. Halbuki oradan yillar o'tganda o'z vaqtida yiningizga kelib siz bilan paranglashgan savodishingiz sizga ilxat yo'llab, siz bilan qaytadan aloqa o'rnatqizbarligini aytishi, ya'ni o'zining ayni chaqda siz bilan paranglashganligini aytish orqali sizga o'z aslimingizning xatoligini bildirishi mumkin. Ravonlikning Moulin va uning xizmatdoshlari tarafidan o'tirib qo'yilgan yana bir tarafi shuki, u ham o'z oldiga ham tashqi tirishchanlik orqali vujudga chiqa oladi. Oila tavobatlari bilan tushgan rasmingizga ixtiyorsiz qarab qilishingiz boshdan kechirganlik tuyg'usidagi o'xshashlar beixtiyoriy kategoriyaga tabidir. Atrofingizdagi nurg'unlagan g'idiqlug'uchi omillar, hatto ijtimoiy taratqulardagi yoki yonfoningizning albomidagi rasmlarmi ashundoq unum yarata oladi. Ixtiyoriy o'z kechmish aslimalar bo'lsa, tamoman farqli liniyaga ega. Bu xil aslimalarda ravonlik tabiiy yuz bergan narsa bo'lmasdan, siz erishmoqchi bo'lgan narsadir. Moulin qatorliq tadqiqotchilarning ko'rsatib o'tgandek, bu koni o'z kechmish aslimasini, masalan, intayin koni bir yerning yoki kishining ismi askilish uchun tipirlash jarayoni bo'lib, tilimning uchudil hodisasiga tava. Uchur mingingizda bor.
Ammo kechmish xazinangizning allaqayerga yaqinlashqan bo'lmoqdek tarzda cho'nqur ko'mib o'tilgan. Agar ta'lingiz bo'lsa, siz ashu kechmishni o'rtaq boshdan kechirgan kishi bilan halmon bo'lishib, bu aslimini qaytadan barpo qila olasiz. Mavlin qatorliq tadqiqotchilarga ko'ra, bu jihatda biz o'zimiz taniydigan va yaxshi ko'radigan kishilar bilan eng uzun davomlashadigan ba'zi aslimlarni o'rnatgan bo'lg'achqa, o'z kechmish aslimisi nihoyat kuchli ijtimoiy tarkibga ega bo'lishi mumkin. Ularning hammasi beixtiyoriy o'z kechmish aslimisi deydigan narsa zodi mavjudmi emasmi degan bir savolni o'tirib chiqardi. Mavlinga ko'ra, fiziologik jarayon allaqanday tizginsiz va ma'nisiz usulda uchurni ongga kira olishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, uxlamay tush ko'rishdan sirt ixtiyorsizda ko'rinadigan ishlarmi muhitdagi yip uchlarining g'idiqlashiga, hatto siz uni his qilmagan taqdirdami uchrashi mumkin. Mavlin qatorliq tadqiqotchilarning bildirishicha, g'oyida siz aslimi bo'shliqini taxtiparga tayinish orqali, ya'ni o'xshash voqealarda qanday ishlar yuz berdiganligi to'g'risidagi bilimlardan voqeaning iznasini shakllantirish orqali to'ldirsangiz bo'ladi. Masalan, to'liq o'tir maktabni bitirish murosimi esingizda qolmagan bo'lishi mumkin. Ammo kishilarning sahnaga chiqib, diplomini topshirib olganligiga, oilasidagilar va do'stlar tomonidan o'rib olinganligiga jazm qilishga bo'ldi. Lekin siz buning o'rniga shu kun nashdan nimaganligingizni eslasangiz, bu ramkaning sizga, ya'ni o'qish bitirish murosimining boshqa tafsilotlarini eslashingizga foydasi tegmaydi. O'z kechmishingizni qidiring. Siz keyingi qitim tilingizning uchida to'xtab qolgan voqeaning tafsilotlarini eslashga tirishgan yoki yip uchlari sizning shu tafsilotlarni eslashingizga sabab bo'lgan chaqda, bu fikrlar sizni o'zgacha yo'llar bilan ta'minlaydi. Agar siz mushu yo'llarni bo'ylab sayohat qilsangiz, dalillash usullari orqali o'zingizning ravonlik darajasini oshirsangiz bo'ladi. O'tmishingizni ijtimoiy jihatda qayta qurish jarayonida siz yana uzilib qolgan munosabatlaringizni asliga keltira olasiz. Siz bu jarayonda o'tmishdagi kishilarga, o'rinlarga va narsalarga oid eskartishlarni topolmagan taqdirdami, bu sizning shaxsiy hayot hikoyangizdagi bir qism bo'shliqlarni to'ldirishingizga yordam berdi. Mavlin qatorliqlar tadqiqotchilarining ko'rsatganidek, biz bunday qilish orqali shaxsiy kechmishimizning mo'l, murakkab namoyandasini vujudga chiqara olamiz. Umuman qilib aytganda, o'tmishdagi tafsilotlarni bir yerga to'plash mushkul bo'lsa-mu, ammo Mavlin qatorliqlarning tadqiqoti buni sinab beqishning arziydiganligini ko'rsatib berdi. Siz o'zingizni texmi cho'nqurlab tushunishga tirish jarayonida o'tmishda to'plagan aslimlaringizning xazinasi ham hozirgi, ham kelgusidagi hayotingizni beta olaydi.